Jizzax viloyati kamondan otish sporti bo'yicha kichik o'smirlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatiga mezbonlik qildi. 5 kun davom etgan musobaqada mamlakatimizning barcha hududlaridan kelgan 200 nafarga yaqin sportchi g'oliblik uchun bahs olib bordi. Jizzax Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida o'tgan musobaqada ko'plab yangi nomlar kashf etildi. Bellashuvlar ochko jamg'arish, olimpik raund, aralash va jamoaviy yo'nalishlar bo'yicha o'tkazilib, xalqaro musobaqalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qila oladigan yigit-qizlarni terma jamoalarga saralash maqsadida tashkil etildi. Ishtirokchilar 30+30 metr masofada nishonga o'q uzib, jami 70 ta urinish orqali o'z mahoratini amalda namoyon etdilar. Musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra, olimpik raund yo'nalishida kichik o'smirlar o'rtasida Jizzax viloyati vakili Mirjahon Hayitmurodov g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsa, qizlar o'rtasida Aslzoda Rahimova birinchi o'rinni egalladi. 30+30 yo'nalishida g'oliblik Toshkent shahri jamoasi a'zosi Tohirjon Anvarovga nasib etdi. Jamoaviy bahslar yo'nalishida kichik o'smir qizlar o'rtasidagi bellashuvlar g'olibligini Samarqand viloyati vakillari qo'lga kiritdi. Bu borada o'smirlar o'rtasida terma 1 jamoasi g'olib deb topildi. Taqdirlash marosimida ishtirok etgan mehmonlar kamondan otish sport turi bo'yicha o'tgan bellashuvlarda ishtirok etgan va g'olib bo'lgan sportchilarga kelajakda jahon arenalarida ham yurtimiz sharafini munosib himoya qilishlariga yuksak ishonch bildirdilar. Keyingi yillarda ushbu sport turi bo'yicha aynan yoshlarimiz tomonidan xalqaro musobaqalarda erishilgan natijalar e'tirof etilib, bu kabi turnirlar yigit-qizlar uchun katta tajriba olishlarida muhim poydevor bo'lib xizmat qilishi ta'kidlandi. Tadbir davomida g'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlanib, qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Men Toshkent shahar Olimpiya Paralimpiya sport turlari tanlash markazidan keldim. Ikkita birinchi o'rin 8 metrda, ikkinchi birinchi o'rinni final jamoasida, ikkita ikkinchi o'rinni mix bilan jamoada ikkinchi o'rin oldim. Menga ko'proq mix yo'nalishi esda qolarli bo'ldi. Hamma qarab turganda biz hayajonli bo'ldi. Jizzax viloyatida tashkilotchilar yaxshi bo'ldi. Keyingi musobaqa xudo xolisa Gruziyada bo'ladi. 40 metrda otaman. Unda ham birinchi o'rin olishga harakat qilaman. Taqdirlash marosimi davomida ishtirokchilar uchun konsert dasturi ham tashkil etilib, sportchilarga yanada ko'tarinki kayfiyat ulashildi.